Demak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechki darslarimizga xush kelibsizlar. Demak, darsimizni 12-yutuqli savol bilan boshlaymiz. Agar hamma tayyor bo'lsa, hozir men savolni ochaman. Shartlar o'sha. Savolga kim birinchi bo'lib to'g'ri va to'liq yechim jo'natsa, o'sha o'quvchi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Diqqat bilan e'tibor qilamiz. Demak, boshladik. Yaxshi ko'rinyaptimi ekran? Iya, futbol bo'lib ketdik bu yog'i. O'chirib qo'yamiz televizorda, ey. Tinch xonaga o'tirib olinglar-da, tinch xonaga. Ishlaymiz. Javoblarni o'sha Zoom izohini tagiga qoldiramiz. Assalomu alaykum ustoz, faqat javob kerakmi, ishlanish yo'li emasmi? To'liq ishlanish yo'li kerak. Javob kerak emas. Gruppaga tashlaysizmi yoki Zoom nimasigami? Zoomni izohini tagiga. Xo'p, Sen ishlab qo'ydingmi o'sha? oz qol. Shoshilmaymiz, savolni oxirigacha o'qiymiz. Mana yutuqli savol berildi deb yozdim. O'shani tagiga tashlaymiz. Shartini yaxshilab o'qisalang, bu yerda ChatGPT va boshqa kerak emas. Aytda ChatGPT adashib qoladi. Demak, bizda to'g'ri javoblar keldi. Masalani tahlil qilamiz. Bizda to'g'ri javoblar keldi. Og'abek bo'lish ehtimoli katta edi, lekin endi buyurgandiki deydi-ku. Demak, Kamron jo'natdi birinchi bo'lib to'g'ri javobni. Diqqat qilinglar, bu yerda asosiy shart nimada edi? Men o'qib berdim sizlarga. Eng oxirida necha marta yolg'iz tashrif buyuradi? Eng asosiy shart mana bu joy deydi. Necha marta yolg'iz tashrif buyuradi. Mana shunga e'tibor qilganlaringda masala juda oson masala bo'lib qolardi. Lekin rostdan ham chalg'itadigan masala meni o'zim ham birinchi marta yechganda mana shu yerga e'tibor qilmasdan ishlab ketganman. Keyin
Tekshirish jarayonida orqaga qaytib, to'xta, mana bu joyda shunaqa yozuv bor ekan deb keyin to'g'irlab ketganman. Xo'sh, e'tibor qilamiz, masalani yechimiga o'taman men. Masalani yechimiga o'taman. Tak. Xo'sh. Qaranglar, nima bo'layapti bizda? 3 ta kema bor ekan. Mos ravishda masalan A kema 15 kunda, B kema 20 kunda, S kema esa 18 kunda portga tashrif buyurar ekan. Port nima? O'sha kemalar turadigan joy. O'sha aytaylik sayohatga borib yoki bo'lmasa belgilangan yukni manziliga yetkazib, mana shuncha kunda qaytib kelar ekan. Endi bir paytda harakat boshlagan 3 ta kema yana portda uchrashgunga qadar B kema portga necha marta yolg'iz tashrif buyuradi? Demak, 15, 20, 18 sonlariga nima topamiz? Hamma bildi uni. Qo'shamiz mikrofonni. Necha edi? 15, 20, 18. 15, 20, 18 sonlariga ekuk topamiz. Buni ham Ustoz, tushuntirib ketaman. Mikrofonim o'chikmi? Yoniq-ku. Yo'q, mikrofonni ochishni so'rovnoma so'rayapti. Nimadir bo'lyapti mikrofonni ochishda. Mana shu masalani tugatib oling. E'tibor qilamiz. Buni shunchaki burchak usulda topsalaring ham bo'ladi yoki 15 hamda 20 sonlar nechiga bo'linadi? Bir vaqtda 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'ladigan bo'lsak 3, 5 ga bo'ladigan bo'lsak 4. 18 da o'zi tushadi pastga. Ana endi 3 va 18 sonlari 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'ladigan bo'lsam 1, 3 ga bo'ladigan bo'lsam 6. 4 da o'zi tushyapti. Ana endi 4 va 6 sonlari 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lsam 2, 2 ga bo'lsam 3. Demak, 2 va 3 o'zaro tupib qoldi, to'g'ridan to'g'ri ko'chadi bu yoqqa. Demak, 2 kara 5 10 bo'ladi. 9 kara 2 18, 180 bo'ldimi? Sizlarda ham shunday chiqdimi? Nima u 180 desa, 180 kundan keyin uchalasi ham bir vaqtda portga keladi, ya'ni portda uchrashadi. 180 kundan keyin. Ana endi o'sha 180 kunda ichida B kema necha marta keladi? B kema ikkinchisimida 20 edi. Xo'sh. B kema 180 ni 20 ga bo'lasizlar, 9 marta keladi. To'liq kelishi 9 marta keladi. Ya'ni bu yerda yolg'iz kelishi ham bor, qaysidir kemalar bilan bir vaqtda kelib qolishi ham bor. Hammasi bir joyda jami 9 marta kelar ekan bu kema 180 kun ichida. Chunki u har 20 kunda keladi portga. Ana endi bizga yolg'iz keladi degan agar buni o'zi necha marta kelib ketadi deganda javob 9 marta bo'lardi. Lekin bizga necha marta yolg'iz tashrif buyuradi degan. Kelinglar birgalikda tashrif buyuradiganlarni topib olamiz. Ya'ni ekuk. Mana shu B kema, ya'ni 20 kunda keladigan kema 15 kunda keladigan kema bilan necha marta uchrashadi? Ikkalasini ekuki nechi bo'ladi bizlarda? 60 bo'ladi. Demak, 60-kuni uchrashadi. 120-kuni uchrashadi. Hamda 180-kuni uchrashadi. Xo'sh, ana endi o'sha B kemamiz S kema bilan necha marta uchrashadi? S kemamiz necha kunda kelardi? 18 kunda kelardi. Ekuk nechi bo'ladi? 18 hamda 20 ga ekuk nechi bo'ladi? 180 mi? 180 bo'ladi. Ya'ni 180-kuni uchrashadi. Bu tepada ham bor edi, shuning uchun alohida olib yurish shart emas. Demak, B kemamiz 60-kuni yolg'iz kela olmaydi, 120-kuni yolg'iz kela olmaydi, hamda 180-kuni yolg'iz kela olmaydi. 3 marta yolg'iz kela olmaydi. B kemamiz portga jami 9 marta keladi.
O'sha 180 kun ichida jami 9 marta keladi. Yolg'iz kelolmaydigan 3 ta holatda erib tashlaydigan bo'lsak, 6 marta yolg'iz kelishi kelib chiqadi. Yoqamiz mikrofonni qanday? Tushundikmi masalaga? Tushunarli Tushundik. ustoz. Masalani saviyasi qanday? Yaxshi ustoz. Shunchaki dahshat bu masalani saviyasi shunchaki dahshat. Juda ko'pchilikda adashtirib qo'yadi. Agar ozgina e'tibor qilmaydigan bo'lsak. Qarab olamiz, agar savol bo'lsa beramiz. Keyin biz asosiy darslarga o'tib ketamiz. Tushunarli. Savol yo'qmi? Yo'q. Yo'q.